Diqqat, shoshilinch xabar. O'zbekistonning barcha viloyatlarida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum aziz tomoshabin. O'z viloyatingizda qanday ob-havo bo'lishini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun video ostidagi bir dona like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Chunki bu ma'lumotlarni faqatgina bizning kanaldan topishingiz mumkin. Diqqat qiling, O'zgidromet markazi 22-aprelda qanday ob-havo bo'lishini e'lon qildi. Bunga ko'ra Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Kunning ikkinchi yarmida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 7-12 gradus, kunduzi 20-25 gradus iliq bo'ladi. Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 24-29 gradus iliq bo'ladi. Buxoro, Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 22-27 gradus iliq bo'ladi. Respublikamizning tog'oldi hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2-7 gradus iliq, kunduzi 12-17 gradus iliq bo'ladi. Xayr, salomat bo'ling, o'zingizni asrang.